Assalomu alaykum. Mana kechki salqinda yana bitta ishimizga keldik. Akalar mana ara o'tgan ekan. Ara problema emas bizga. Buni tushirib. Bu joyimizda grant o'tgan ekan. Shu grantdan davlat pul berishimiz kerak. Bitta pul bermaymiz, kala beramiz. Shuryapmiz. Ekskavatorimizni. Bu Paxtabod tumani Yangi Hayot qishlog'idamiz. Xo'p, akalar mana bu joyda 20 minut oldin katta ekskavator ish qilgan. Ish tugatgan, ibidan ichimlik suvi turbasi o'tgan ekan. Shuni bu yoqqa olib kirib ketish kerak. Bo'lgan kala berishga bizni chaqirishgan. Biz ishimizni boshladik, xudo xolasa. Nimaga katta ekskavator kalamagan deganinglar sababi mana. Mana gaz turbi o'tgan. Katta ekskavator beydan sig'magan, kira olmagan. Shuni hisobiga biz chaqirgan. Biz kelib, xudo xolasa chiroyli qilib kalab berib ketamiz. Akalar mana 70 sm chuqurlikda kalab ketyapmiz. Kechki salqinda olyapmiz. 20 santimetrlik qovushimizda 20 santimetr ichi hisoblanadi. Ikki chekkasi qo'shilganda 25 bo'ladi aka. Buni ham yani 20 santimetrda hisobini olmaysizlar, 25. To'g'ri 250 lik turba sigadi bemalol. Shu qovushimizga. Eng mayda qovushimiz shu.